qism, foiz, nisbat va proportsiyada 11-misolda ketyapmiz. Demak, 11-misolda kutubxonadagi kitoblarning 80% darsliklar, qolganlari badiiy kitoblar ekan. Agar kutubxonadagi darsliklar soni 2400 ta bo'lsa, badiiy kitoblar sonini toping deyapti. Endi bitta darsliklar deb belgilab oldim. 80% tashkil qilsa bu 2400 ta ekan, 80%. 80% 2400 ga teng bo'lsa endi bitta 20% badiiy kitoblar bo'ladi. Qolgan 20% buni x deb olamiz. Soni hali ma'lum bo'lmagani uchun. Endi x ni 80 ga ko'paytirib 22400 ga ko'paytiramiz. 80 ko'paygan x teng bo'ladi 2400 ko'paygan 20 ga. 2400 ko'paygan 20. Endi 80 da bitta 0 bilan 2400 da bitta 0 ni o'chirsak 240 bo'ladi. 240 8 ga bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 30 qoladi. Endi 30 20 ga ko'paytiradigan bo'lsa, x qiymati teng bo'ladi 600 ga. Bu S javobda berilgan ekan. Xo'sh, 12-misolda sonning 48% uning qanday qismini tashkil qiladi deyapti. Bitta 48 taqsim 100 qo'ysak 4 ga bo'lib o'ramiz. Bu 12 taqsim 25 ga teng bo'ladi. B javobda berilgan ekan. 13-misolda 20 ta masalaning 14 tasi to'g'ri yechildi. Necha foiz xato yechilgan deyapti. Demak, bu 20 tasi 100% deb hisoblasak, endi shu xato yechilganlar 6 tasi necha foiz tashkil qilishini topib olamiz. X foiz bo'ladi bu. Xo'sh, x ni 20 ga ko'paytiramiz. Endi bu tomonni 6 ni 100 ga ko'paytiramiz. 6 ko'paygan 100. 100 dagi bitta 0 bilan 20 dagi bitta 0 ni o'chirib, endi 2 ni 10 ga bo'lib o'rsak, bu yerda 5 qoladi. X qiymati 30. Ya'ni 30% xato yechilgan ekan. B javobda berilgan ekan bu. 14-misolda 2x plus 3 taqsim 12 teng 3 taqsim 4 ekan. Tenglamadan x toping deyapti. Bu yerda 12 bilan 4 ni qisqartirib oladigan bo'lsa, bu yerda 3 qoladi. Endi proporsiya qiladigan bo'lsa, 2x plusdan 3 teng bo'ladi 9 ga. Teng 9. Endi bitta 2x qiymati topib oladigan bo'lsa, 3 va qayrish qilib o'tsak 6 bo'lib qoladi. X qiymati 2 bo'lib o'rsak 3. X qiymati 3 ekan. S javobda berilgan ekan. Xo'sh, 15-misolda doiraning qanday qismi bo'yalganini toping deyapti. Mana buni o'chirib tursak. Bitta 1 2 3 4 5 6 7 7 ta. Baytdan tushirgan bo'lsam 8-simi? 8 ta. Demak, bu yergalar bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Bu 4 taqsim 8. Ya'ni endi buni qisqartiradigan bo'lsak, 4 ga qisqartirsak 1 taqsim 4 bo'lib qoladi. A javobni beradi.
16 misolda ishchi oyligining 12% miqdorida soliq to'laydi. Agar u 300 ming so'm soliq to'layotgan bo'lsa, u oyligiga qancha bo'lgan? Demak, 12% 300 ming so'm ekan. 300 yozib turaveraman bu yerda. Endi bu yerda 100% ni topib olamiz. Foizi x bo'lsa, endi bu yerda proporsiya qilamiz. 12 ko'paygan x teng bo'ladi 300 ko'paygan 100 ga. Endi 12 bilan 100 ni qisqartirsak, 4 ga bo'lib yuborsak, bu yerda 25 qoladi. Bu yerda 3 qoladi. Endi bu yerda 3 bilan 300 ni qisqartirsak, bu yerda 100 qoladi. X qiymatini topadigan bo'lsak, 25 ga 100 ni ko'paytirsak 2500. Endi bu yerda 3 ta 0 qoldi. O'sha bu yerda 3 ta 0 dan olib kelsak 2,5 million bo'ladi. Bu B jobda berilgan ekan. 2,5 million oylik olar ekan. 17-misolda 24 sonini 3 va 5 sonlariga to'g'ri proporsional bo'laklarga bo'ling deyapti ekan. Bitta 3x plusdan 5x qo'ysak tengligimiz 24 ga. Demak, 8x qiymati teng bo'ladi 24 ga. X qiymati teng bo'ladi 3 ga. X qiymati 3 bo'lsa, bu yerda 9, bu yerda 15. 9 15 B javobda berilgan ekan. 18-misolda 3 ta son o'zaro 2, 3, 4 kabi nisbatda bo'lib, birinchi son 10 ga teng, 3-sonni toping deyapti ekan. Bu yerda 2a 3a keyin 4a nisbatda desak, ya'ni endi 2a ni 10 ga teng deyapti. 2a ni qiymati 10 ga teng bo'lsa, a ni qiymati teng bo'ladi 5 ga. Endi bizda 3-sonni toping degani uchun 4a ni. Endi 4 ko'paygan 5 bu 20 bo'ladi. 4 ko'paygan 5 20. S javobi berilgan. 19-misolda qanday sonning 2/5 qismining 5/7 qismiga 3 qo'shilsa 7 hosil bo'ladi deyapti. Bu yerda 5/7 ko'paygan 2/5 x o'rniga 2/7 x qo'yib yuborsa bo'ladi. 2/7 x ga 3 qo'shsak 7 ga tenglab olamiz. Keyin 3/10 ga ayirishga o'tganimizdan keyin 2/7 x teng 4 bo'ladi. 2/7 ga bo'lishga o'tsa 2 bilan 4 qisqarib ketadi bu yerda. Shunda 7 bilan 2 metda 2 qoladi. 2 ko'paysa 14 hosil bo'ladi. Bu B javobda berilgan ekan. 20-misolda 600 gram eritmada 100 gram tuz bor. 9 gram shunda eritmada necha gram tuz bor deyapti bu yerda. 600 gramda 100 gram tuz bo'lsa, t deb belgilab oldim endi. 9 gramda xt bo'ladi. Endi bular proporsiya qilamiz. Proporsiya qilinganda 900 ga 100 ni ko'paytirib 600 ga bo'lamiz. Shunda x qiymati keladi. X qiymati 150 bo'ladi. Ya'ni 150 gram tuz bor. B javobda berilgan ekan.